Juda kuchli hayajondaman. İçimdagi hislarimni faqat Allohim o'zim bilaman. Hammaga assalomu alaykum. Xayrli kech. Hozirgi istoriyamni o'tirmanglar. Ko'ringlar, chunki hayotimdagi eng muhim yangiliklardan birini e'lon etaman hozir. Keyingi istoriyamda relisda qo'yaman. Juda kuchli hayajondaman. İçimdagi hislarimni faqat Allohim o'zim bilaman. Bu yo'la yetib kelishim, bu manzilga yetib kelishim oson bo'lmadi, lekin men uddaladim. Va bu yo'lda men bilan birga bo'lgan har bir katta kichik muxlislarimga, har biringizga katta rahmat aytaman. Xudo xolasa 16 fevral kuni Xalqlar do'stligi san'at saroyida birgalikda kuylaymiz, birgalikda xonish qilamiz, birgalikda yurak-yurakdan neki hislarimiz bo'lsa shu yerda chiqaramiz. Hammangizni kutaman. Meni dim katta orzuyim edi, dim katta maqsadim edi. Qachon sizlar shu yangilik bilan chiqaman ekan, ko'rinish beraman ekan degan his meni ichimda har doim bo'lgan va bugun shuni shunning baxt bilan Allohim meni siylagani uchun behisob shukr aytaman. Va biletlar bo'yicha va boshqa ko'plab ma'lumotlar bo'yicha men ham xudo xolasa sizlarga ma'lumot berib o'taman. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tajakman. Menga atilgan doshlardan qasr qura oldim deb o'ylayman. Va sabrning mukofoti bor ekanligini, Allohim senga bir narsani yashatib turgan bo'lsa va uni bilki, bir chiroyli xayri bor ekanligini bir isboti men uchun. Boshqalar uchun bilmadim, lekin men uchun shunning. Va sizlar ham katta rahmat. Meni yomon ko'radin, menga dosh atgan va o'zi bilib bilming gunohlarimni olib meni chiroyli qilib maqsadlarimga yetishtirib qo'ygan insonlar, sizlarga katta rahmat. Haqiqatdan, chin qalbdan. Men o'zi hech qachon ichim boshqa, deshim boshqa bo'lib baxt tilab yoki bir rahmat aytmaganman. Haqiqatdan rahmat. Har biringizga rahmat. Allohim sizlarni ham orzularingizni ro'yobi bilan siylasin ilohim. Aziz muxlislarim, nihoyat yillar davomida orzu qilib kutgan kunlarimga yetib keldik. Xalqlar do'stligi san'at saroyida o'zimning Meni sev jonim deb nomlangan ilk yakkaxon konsert dasturimga barchangizni lutfan taklif qilaman. Bu oddiy kun emas, hayotimdagi yangi sahifa, yangi qadam va yangi jur'at. Sahnada yaylaydigan har bir qo'shiq, har bir ohang hislarimni, kechinmalarimni, dardlarim, quvonchlarimning ovozi bo'ladi. Ushbu go'zal oqshomni men bilan birgalikda qarshi olishga tayyormisiz? Hammangizni konsert dasturimda kutib qolaman. Düşlerimde hem meni